Agar mana shu rejimda reja qilib, yo'q, men qo'limda masalan bilmayman $100 pulim bor. Olib shuni choyxonaga bir narsaga ishlatib yuborishim mumkin. Choyxonalar mana bu rejimda bo'lishi mumkin. Lekin ertaga kechirasan, agar hozir men buni kerak emas, shoshilinch lekin muhim bo'lmagan narsaga yoki shoshilinch emas, muhim bo'lmagan narsaga ishlatib yuborsam, buni puli ertaga men bu yerda kelib qoladi, taqalganda men yana diqqat bo'laman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz muxlislar. Mana bugun biz jamoamiz bilan bir niyat qildikki, yangi yil oldida turibmiz. Hammamizni maqsadlarimiz, orzularimiz, niyatlarimiz, rejalarimiz ko'p. Bitta bo'lsa ham manfaatli ilmni bo'lishaylik deydigan ma'noda sizlar uchun bugungi darsni o'tamiz. Agar dars yoqadigan bo'lsa, manfaatli ilm oladigan bo'lsanglar, bir kommentariyada albatta duo qilib qo'yasizlar. Niyatimiz fikringlar o'zgarsin. Balki men beradigan fikrlarni bugungacha biladigan insonlar ko'pdir, lekin men o'zim shu instrumentlarni o'zimga qanaqa qabul qilganligimni, qanaqa ishlatishimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, har birimizni oldimizda maqsad, orzu, niyat, rejalarimiz ko'p. Ayniqsa 24-yildan ko'nglimiz to'lmagan maqsadlar ko'p. 25da yaxshiroq bo'lishini xohlaymiz. Lekin maqsadga erishishimiz uchun cheklangan resursimiz bor. Bu vaqtimiz, bu energiyamiz, bu fokusimiz, bu pulimiz, tajribamiz, bilimiz, tanish bilishimiz, nimadir yetmaganligi uchun uni qilamiz desak, bunga vaqt yetmaydi, buni qilamiz desak, bunga pul yetmaydi, buni qilamiz desak, bunga fokusimiz, energiyamiz yetmaydi, tanish bilishimiz, do'stimiz yetmaydi. Demak, aytaylik, pul misolida yoki vaqt misolida prioritet qo'yish ilmi agar qiziq desanglar, men bugun mana shu prioritet qo'yish ilmini, haligi o'zimni My Life Planner darslarimda A, B, C degan haligi nimalarni ko'rasizlar, darslarimizga qatnashayotganlar. O'sha ABC nima u deganda men prioritet belgisi nima bo'lar ekan deb qidirganimda topa olmadim. Demak, ABC deb qo'yishim prioritet belgisi. Aslida A, B, C, D degan ma'noda ketma-ketligini bo'lishimiz kerak. Ya'ni faraz qiling, siz oyda aytaylik $100mi, $500mi, $1000mi pul topyapsiz. Lekin xohlaydigan narsalaringiz, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak deydigan masalalarningiz undan kamida 2 barobar, balkim 10 barobar ko'proq narsani xohlaysiz. $1000 topyapsiz, lekin svetga to'lashingiz kerak, gazga to'lashingiz kerak, internetga to'lashingiz kerak, uyga ro'zg'or bor, bolalarning kontrakti bor, o'qishi bor, yana orzu havaslaringiz bor. 1000 topyapsiz, lekin 2000, 5000 lik masalalaringiz bor. Ana shuni ba'zida insonlar kim birinchi o'sha pulga da'vogarlik qilsa, o'sha yerga beraveradi. Yaxshilik qilgisi keladi, uni qilgisi keladi, lekin majburiyat, taqaladigan narsalarga kelganda bosh qotib qoladi. Kalla ishlamaydi. O'shaning uchun majburlikdan kreditdan kreditga, qarzdan qarzga kirib, qarz botqog'iga kirib ketaveradi. O'shaning uchun istasanglar vaqtga bog'lab, istasanglar pulga bog'lab, men prioritet qo'yish ilmini bugun do'stlashmoqchiman. Demak, buning uchun ikkita nimamiz bor. Bu haligi Quadrant Eisenhower deyiladi. Adashmasam, ya'ni YouTube'ga, Google'ga kirsanglar, rus tilida, ingliz tilida buni ilmini juda ko'p bergan. Men shuni o'zbeklarga moslangan oddiy tilda aytishga harakatini qilaman. Demak, uni nimasi rus tilida срочно, не срочно, важно, не важно degan nima bo'ladi? Kvadrant bo'ladi yoki ingliz tilida urgent, not urgent, important, not important deydi. Ya'ni o'zbek tilida shoshilinch, shoshilinch emas, muhim, muhim emas degan kriteriyalarga bo'lamiz. Ya'ni aytaylik $1000 pul topasiz, qilishingiz kerak bo'lgan masalalar 2000 bor. Yozasiz. Nimadir yo qilishim kerak. Birinchi masala nima muhim bo'ladi? Taqalgan masalalar bor. Masalan, 30-chisloda turibsiz, ertaga 1-chislo bo'ladi. Agar shu bugun 30-chi svet pulini yoki boring internetingiz pulini to'laysiz, ertaga o'chirib qoladi, siz qo'lsiz oyoqsiz bo'lib qolgan bo'lasiz. Ya'ni muddati, deadline'i taqalgan masalalar har doim shoshilinch va muhim kategoriyaga kiradi. Bu pulimizga va vaqtimizga da'vogarlik qilayotgan narsalar. Bu masalalarni biz A masalalar deymiz. Ya'ni 10 ta qiladigan ishingiz bor, bu taqalgan, ya'ni srochli, nesrochli masalalarga keldimi, bu kategoriya A masala. Bugundan boshlab hozir men sizlarga vazifa beraman. Oldingizda turgan yo xarajatlarni yoki qiladigan ishlarni mana shu 4 ta nimaga yozib chiqishingiz kerak. Faraz qiling, 20 ta qiladigan ishingiz bor. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Ya'ni bu A1, A2, A3, A4, A5 bo'ladi. Nimadir yana bor? 1, 2, 3, 4, 5 ta.
Bu B1, B2, B3, B4 masala. Nimadir masala bo'ladi? Bu ham boring yana C1, C2, C3, C4, C5 masala bo'ladi. Nimadir masala bor? Qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi, lekin spiskangizda bor. U da'vogarlik qiladigan masalalar bo'ladi. 20 ta narsaga pul to'lashingiz kerak, lekin pulingiz cheklangan. $1000 pulingiz bor, $4000 masalangiz bor. Ana shuni qanday prioritet qo'yish ilmini o'rgataman. Agar shu ilmini balkim bilardirsiz, balkim lekin zo'r o'xshatish qildingiz desanglar, Xudo xolasa, albatta izohlarga yozinglar. Meni gapimdan nima oldinglar? Azizlar, do'stlar, sizlarga bir yaxshi xabarim bor. Xudo xolasa tez kunlarda meni o'zimning 20-25 yillik hayotiy tajribada yig'ilgan vaqtni, pulni, korxonani boshqarishga oid 1 oy, 1,5 oylik darslarimiz boshlanadi. Ommaga shaxsiy vaqt va shaxsiy pulini boshqarish bo'yicha onlayn darslarimiz bo'ladi. Tadbirkorlarga esa vaqti, mablag'i, korxonasini boshqaruvga oid offlayn darslarimiz bo'ladi. Sonaki bizga qiziqarli desanglar, mana shu video tagida link qo'yamiz. Link orqali kirib, ro'yxatdan o'tsanglar, jamoamiz sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Alloh nasiba qo'shilgan bo'lsa, Xudo xolasa darslarda ko'rishamiz. Hayotingizda ko'p bo'ladigan yaxshi ilmlar bilan do'stlashamiz. Demak, video tagidagi linkni bosinglar, harakatda boshlaymiz. Men mana shu videoni qanchalik ko'proq odam ko'rayotganini ko'rsam, Xudo xolasa izohlarda, savollarga qarab, yana shunga o'xshagan videolarni bepulga Xudo xolasa chiqarib borishni niyat qilganmiz jamoada. Demak, pulinglar nuqtai nazaridan, yo vaqtinglar nuqtai nazaridan qilishingiz kerak bo'lgan ishlaringiz bor va xarajatlik masalalaringiz bor. Yozib chiqasiz. Yozib chiqqaningizdan keyin A, B, C, D ni prioritetni belgilash usuli nima? Ya'ni qanaqa elakga qo'yamiz? Elak bu shoshilinch va muhim masalalar bo'lsa, ya'ni taqalgan. Hozir svetni to'lamasangiz, uyingizda svet o'chadi. Hozir internet to'lamasangiz, birinchida internetingiz ishlamaydi. Yoki kreditingiz kelib qolgan, taqalgan, kredit olib qo'ygansiz. Har oyi 5-sidami, 10-sidami nimasi bor. Yo bolangizning kontrakti bor, yoki ro'zg'oringiz bor. Hali xoy-havas masalalar bor, lekin qilmasangiz bo'lmaydi deydigan haligi must have masalalar срочно важно, ya'ni shoshilinch va muhim kriteriyaga to'g'ri keladi va bular biz uchun A darajadagi masalalar bo'ladi. Bir xil masalalar bor, qilishim kerak, muhim. Hozir qilmasangiz, ertaga bular pajar rejimiga keladi. Bular har doim pajar masalalar. O'zi eng insonni stress qiladigan masala mana shu. Taqalaveradi yoki o'tib ketgan, qarzingizni muddati kelib qolgan, boshqa qilgan, insonni diqqat qiladigan, siqiltiradigan narsa mana shu A rejimda yashash. Men yomon ko'raman A rejimda yashashni, chunki bu har doim stress, bu har doim diqqat, har doim davleniya. Eng zo'r rejim o'zi B rejimda yashash. B rejim bu muhim, shoshilinch emas. Mana shoshilinch emas va muhim kriteriya. Mana eng yaxshi ko'radigan tavsiyam mana shu B rejimda yashash. Ya'ni hayotimizda bir masalamiz taqalmasdan rejaga tiqish. My Life Planner'ning eng asosiy maqsadi insonlarga mana shu B rejimda yashashni ilmini o'rgatadi. My Life Planner'da ya'ni siz taqalmasdan dekabrda to'satdan qor yog'ibdi demasligingiz uchun qishda bo'ladigan muammoga yozda tayyorgarlik ko'ramiz. Kuzda tayyorgarlik ko'ramiz yoki birinchida internetingiz o'chishini bilganingiz uchun bilasizki, bilmayman, har oy 50 minglik internet oladigan bo'lsangiz, juda bo'lmasa 29 mi 30-da shotingizga pul tashlab qo'yasiz. Birinchida telefoningiz ishlamasa, qo'lsiz oyoqsiz bo'lganingizdek, hayotda taqalmagan masalada reja bilan qilib yashagan odam har doim xotirjam bo'ladi. Mana shu xotirjamlikni xohlasanglar, meni tavsiyam B rejimga ishlashni o'rganinglar. Masalalarga ham, pulinglarni xarajatinglarga ham, fokusinglarga ham, energiyanglarga ham, salomatlikka, hammasiga B rejimda. Ya'ni muhim hozircha shoshilinchman. Men har doim mana shu hozircha degan narsa, hozircha taqalmagan. Agar mana shu rejimda reja qilib, yo'q, men qo'limda masalan bilmayman $100 pulim bor. Olib shuni choyxonaga bir narsaga ishlatib yuborishim mumkin. Choyxonalar men bu rejimda bo'lishi mumkin. Lekin ertaga kechirasan, agar hozir men buni kerak emas, shoshilinch lekin muhim bo'lmagan narsaga yoki shoshilinch emas, muhim bo'lmagan narsaga ishlatib yuborsam, buni puli ertaga men bu yerda kelib qoladi, taqalganda men yana diqqat bo'laman. Men yana stress bo'laman, yana men majburlikdan oylikkacha ishlaydigan ishlab butun umr o'tib ketaman degan logika bo'ladi. O'shaning uchun meni tavsiyam har doim hayotinglarni mana shu B rejimda ishlashni o'rganinglar. Va buning uchun My Life Planner'im butun 80 betlik kitobim mana shunga qaratilgan. Hayotimizni xotirjam rejimda yashashimiz. A davr, B davr, C davrlarni o'tib bergandim, esinglarda bo'lsa, undan oldingi nimalarda. Har qanday narsani
haligi taqalmasdan reja qilish. Bu 1 oylik masala bo'lishi mumkin. Bu 1 yillik masalalarimiz bo'lishi mumkin. Bu 1 yil, 5 yil, 10 yillik masalalarimizni ham hatto mana shu qolipga qo'yishni bilsanglar bo'ldi. Demak, qiladigan ishlarimiz, havaslarimiz, niyatlarimiz, xarajatlarimiz ko'p. Shunda qo'yganda 10 ta xarajatimni ABC prioritet qo'yganimda, taqalgan masala, shoshilinch muhim masala bo'lsa, demak, A rejimdagi masala bo'ladi. Shoshilinch emas, lekin muhim, buni qilmasam ertaga diqqat bo'ladi. Mana bular muddati kelganda mana bu rejimga aylanib qoladi-da bular. Taqalganda bu rejimga aylanadi. Chunki har oy 5-si keladi, 10-si keladi, arendangiz keladi, svetingiz keladi, nalogingiz keladi, boshqangiz keladi. Agar buni taqalmaganda reja qilmasak, bu pojar rejimga kelaveradi. Va 3-kategoriya masala bor. Shoshilinch, lekin muhim emas. Bu mana shu C masalalar. Mana shu C masalalar shoshilinch va muhim emas. Ya'ni 15 ta joyga pul berishingiz kerak. A masalangiz taqalgan, qilmasangiz bo'lmaydi. Bu muammo keltiradigan masala. B masala, hozir rejaga qo'shib plan qilmasangiz, ertaga bu muammo keladigan masala. Lekin C masala bor. Shunda o'zi rejangiz yo'q, emotsiyalik masalalar bor yoki vaqtingizga, pulingizga da'vogarlik qiladigan narsalar bor. Siz reja qilib turgan joyingiz bor, kimdir keldi, "Eki zo'r skidga chiqib qoldi, eki mana bu qilib qoldi, eki davay choyxonaga boramiz, bozorga toqqa boramiz, boshqaga boramiz"da sizni chalg'ituvchi xarajatlar, sizni chalg'ituvchi odamlar, sizni chalg'ituvchi vaqtingizga da'vogarlik qiladigan, pulingizga da'vogarlik qiladigan, energiyangizga da'vogarlik qiladigan masalalar bor. Shoshilinch, lekin o'zi siz uchun muhim emas edi. Emotsiyangizni bosadigan masalalar. Ana shu bu qanchalik muhim? Bu agar bu aytaylik bor, yana bilim bor, masalan, My Life bilimini olmoqchisiz. Bu sizga muhimligini bilasiz, hayotingizga kerak. Lekin bir xil narsalar bor, bir skidkaga bir qanaqadir kiyim tushib qoldi. O'zi sizga hayotingizga muhim bo'lgan narsa bor, lekin bitta kiyim o'zi planingizda ham yo'q edi. Skidka ekan dedingiz, shuni eringiz olib ketdingiz. Oldingiz, bir kun, 2 kun xursand bo'ldingiz, keyin polkangizda, uyingizda yotdi. Nimaga oldim o'zi, nima qildim, boshqa qildim deydigan afsuslanish holatiga, vaqt ketkizgan vaqtingizga, pulingizga nima qilasiz? Bularga qilgan vaqtingiz ham, pulingiz ham qilgan xarajati mana bunga keyin yetmay qoladi. Bularga yetmagandan keyin mana bu kelganingizdan keyin siz har doim diqqat rejimida bo'laverasiz. Bunaqa holatlarni har doim C masala. Bulardan orttirsam, keyin shunga xarajat qilaman deydigan narsa. Va D masalalar bor, qaysiki shoshilinch ham emas, muhim ham emas. O'zi kerak ham emas. Lekin vaqtimizga, pulimizga da'vogarlik qiladigan, energiyamizga da'vogarlik qiladigan masala bor. Ana shu qolipga qo'yib, bu A masalami bu? A xarajatmi? A nimami? B masalami? C'mi? D'mi? Mana bularni yo'q deyishni bilishimiz kerak. Yo'q, menga kerak emas. Yo'q deyishni bilgan odam hayotda tepaga ketadi. Yo'q deyishni bilgan odam o'sishni boshlaydi. Masalan, vaqtimizga da'vogarlik qiladigan eng ko'p o'zbeklarning eng katta muammosi mana bu yerda. Ijtimoiy tarmoqlarda kerak emas, shunda storieslar kerak emas, komediyalar kerak emas, seriallar kerak emas, blogerlarni bo'lmas, ha-ha-hi-hi min narsalari vaqtingizga eng da'vogarlik qiladigan narsa bu. Bu na sizni boy qiladi, na pulingizni ko'paytiradi, na sizni bir ilmingizni ko'paytiradigan narsalar bor. Jevательная резинка для ушей, для глаз deydigan narsa bor. Ana shu narsalarga yo'q deyishni bilish kerak. Undan ko'ra men bu vaqtimni, menga bugun hozir qaysidir ilmni o'rgansam, meni ertaga pulimni ko'paytiradi. Meni imkoniyatimni, meni salohiyatimni ko'paytiradi. Men 1000 dollar topayotgan bo'lsam, men shu vaqtimni hozir men bunga emas, menga muhim bo'lgan, ertaga meni salohiyatimni, bolamni ilmini oshiradigan, o'zimni ilmimni oshiradigan, hayotimda o'sha B davrida, C davrida diqqat qilmaydigan narsalarga har kuni o'sha yarim soat, 1 soat ijtimoiy tarmoqqa ketkazayotgan bo'lmas narsa ketkazgan narsamni ilmga ketkazsam, bu meni imkoniyatimni kattalashtiradi deb D narsalarni chopishni o'rganishimiz kerak. B narsalarga fokus berishimiz kerak. C narsalar balkim yoqar, lekin bu bundan keyin degan ketma-ketlik bor. Bejizga A, B, C deb yozmadik. Ya'ni istalgan bugundan boshlab qiladigan xarajatlaringiz, orzularingiz, maqsadlaringiz, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak deydigan masala chiqsa, meni My Life planlarimda tepasida ABC deb yozilgan. Qani ABC nima degani desa, men buni prioritet belgisi deb belgiladim. D dan voz kechamiz. Bu men uchun A masalami, B masalami, C masalami? Bu men uchun A xarajatmi, B xarajatmi, C xarajatmi? Keyin qaraysiz 15 ta xarajat, 20 ta xarajatingizdan 5 tasi yo'q, chopasiz. 5 tasini bo'ldi, men bilan orttirsam keyin qilaman deysiz. 5 tasini hozir rejasini qilmasam, ertaga bu mana bunaqa problema keladi deysiz. Keyin 5 tasini hozir qilmasam problema bo'ladi o'sha deydigan holat. Ana endi shularni
mana A1, A2, A3 qaysi biri prioritet? Hatto A masalalaringiz ham ko'p. Buni ham qilish kerak, buni ham qilish kerak, buni ham qilish kerak. Xo'p, uni ikkalasini ichidan tanlashim kerak qaysi desangiz, unda A1, A2, A3, A4 qilib belgilaysiz. Mana men sizlarga bitta instrument berdim. Hozir o'zi shu videoni o'zida ikkita instrument bermoqchi edim. Agar shu men bergan instrumentim sizlarga yoqqan bo'lsa, izohlarda yozasizlar. O'zinglar uchun nima yangilik oldinglar yoki balki buni bilgandirsizlar mengacha, balki buni ko'rgandirsizlar, lekin Husan aka, mana shuni zo'r o'xshatdingiz. Prioritet qo'yishda mana buni oldim o'zim uchun desanglar, izohinglarga qarab, mana shu video 10 mingta yaxshi tomosha olsa, yaxshi duolarni ko'rsam, yaxshi kommentariyalarni ko'rsam, maza qilganinglarni ko'rsam, men sizlarga yana bitta keyin Xudo xolasa yangi dars yozib beraman. Keyingi darslarimizda shu yerda ko'rsatib o'taman. Demak, agar bugungi darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, men Xudo xolasa alohida video yozaman. Videolarimiz uzun bo'lib ketmasligi uchun. Keyingisi yana prioritet qo'yishda qanaqa instrument bor? Hozir bugun qo'ygan instrumentlarimiz срочно, несрочно, важно, неважно kriteriyasida bo'lgan bo'lsa, yana bitta instrumentimiz bor. Qila olaman, qila olmayman, xohlayman, xohlamayman deydigan kriteriyada ham xuddi shunaqa prioritet qo'yishi o'zimga qanaqa ishlataman. Ana shu narsalar haqiqatan ham qiziq desanglar, izohlarda yozinglar. Va qanaqa ilmlarni yana olishni xohlaysizlar? Qanaqa savollar, prioritet qo'yishda muammo bormi? Balans topishda muammo bormi? Yozinglar. Men balkim Xudo xolasa mana bu misollarni ham sizlarga yana alohida o'zingizlarni bugungi holatinglarni, ichki holatinglarni, o'sha energiyalarga, vaqtinglarga, fokusinglarga da'vogarlik qiladigan holatlar bo'yicha Husan aka zo'r bo'lardi. Yaxshi oddiy qilib tushuntirib beryapsiz desanglar, yozinglar izohlarda. Men shunga qarab, mana shu videomiz kamida 10 mingdan oshsa, Xudo xolasa sizlarga mana shunaqa bepul darslarni ko'paytirib borishga harakat qilamiz. Izohlarda men fikringlarni kutib qolaman. Ko'rishguncha.